Assalomu alaykum. Sog' salomatsizlar birodarlar. Bismillah. Kimda davleniyadan shikoyat bor? Qon quyuqlashgan. Bormi shunaqa kasallik oralaringizda? Mana birodarlar, tabiiy davosi. Ko'ryapsizmi? Bunisi xom ekan hali. Kim biladi shu narsani, ey? Tanidinglarmi yo'qmi o'zingni? Shuni ham aytsam bor-ku, endi uyat bo'ladi nimaligini aytsam. Endi shuni mendan qayerdan toplashini so'rasanglar bokim. Sharmandagarchilikda do'stlar mana. Ana shundan yosh ulug' insonlarga, ota-onangizga hozir narx-navosi ham tushgan. Ketirib bering, iste'mol qilsin. Uyqulari joyiga tushadi. Davleniyalari yaxshilanadi. Juda ham bir tabiiy shifobaxsh narsada bu. O'zimizda qulupnay do'stlar. Endi bu xomroq ekan hali. Ana shu narsadan iste'mol qilsinlar. Har kuni iste'mol qilsinlar sezon tugaguncha. Tez yordamga ishlaganligim sababli ba'zi bir oilalarga boraman, 3-4 kishini davleniyasi, ya'ni qon bosimi tushib ketibdi. Mana shu qulupnay yegani uchun do'stlar, bilasizlarmi? Men o'shanda bildim. Bu narsani qon bosimi tushirishni. 4 kishini davleniyasi tushib ketgan, kamida 30-40 tashi bor ekan. Men nima demoqchiman? Qon bosimi yuqori yuruvchi insonlar bo'lsa, iste'mol qilib turing shuni. Juda zo'r narsa. To'g'risini aytayim sizlarga. Qo'shnimning xonadonidaman. Artan video rolik qilay deb kirdim. Yarim soatdan shab video rolik qilyapman. Yaxshi chiqmayapti, qayta yulib yotibman. Sog' salomat bo'linglar, Alloh ko'milasiz xayr. Asosi o'z tasirang. Pishkanlarni yeb qo'ydim hozirgacha, to'g'risini aytayim.